Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar. Bugun biz sizlar bilan metodik ish tayyorlashda metodik tavsiyaning shablonini ko'rib chiqamiz. U qanday bo'lishi kerak? Demak, shablonni ko'rishdan oldin biz umuman ommalashtirish tartibi haqida qisqacha tanishib o'taylik. Ya'ni ommalashtirish uchun metodik ish yozish va uni ommalashtirishguncha qanday qadamlar bosib o'tiladi, shular haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Men YouTube kanalimda bu haqida ham darslar qilganman. Mana Plagiatdan tekshirish o'tib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni metodik ishni plagiatdan qanday tekshirish kerak, umumiy ommalashtirish nizomini tahlil qilib chiqqanmiz. Qay tartibda bo'ladi, ketma-ketligi qanday va platformadan ro'yxatdan o'tish, kirish va parolni tiklash to'liq video qo'llanma mavjud. Kirib ommalashtirish.uz platformasidan mana bu platformadan qanday ro'yxatdan o'tish, parolni tiklash, o'tgan yilgi agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz parolni tiklaysiz. Bular haqida ko'rib, tanishib chiqishingiz mumkin. Keyinchalik ommalashtirish platformasini metodik ishni yuklash haqida ham video qo'llanma qilganman. Bunga ham kirib ommalashtirishda platformaga metodik ishni qanday yuklashni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Va eng muhim videolardan biri ko'pchilik metodik ish yozishda o'tgan yili qilgan 10 ta xato haqida gaplashganmiz. Bu xatolarni albatta birortasini qilmasangiz yoki iloji boricha kamroq qilsangiz metodik ishingiz ommalashtiriladi. Agar bu men mana shu videoda sanab o'tgan 10 ta xatolarni qiladigan bo'lsangiz, sizning ham metodik ishingiz rad etilishi mumkin. Bu videoni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, ommalashtirish tartibi haqida yana bir qisqacha aytib o'tib ketadigan bo'lsam, ommalashtirishga metodik ish qachondan yozib boshlanadi? 1-sentyabrdan 1-martgacha metodik ish yozib tayyor qilib qo'yishingiz kerak va maktab pedagogik kengash qaroriga topshirishingiz maktab pedagogik kengashiga topshirishingiz kerak. Maktab pedagogik kengashi 1-martgacha kengash qaror chiqarilishi kerak. 1-mart yoki 20-martgacha qaror chiqarsa ham bo'ladi. 20-martgacha qaror chiqarilishi kerak. Maktabda agarda maktabda ommalashtirildi degan qaror chiqarilishi kerak. Shunday qaror chiqarilgandan so'ng ommalashtirish.uz platformasiga metodik ishingizni yuklashingiz mumkin va qanday yuklashni mana bu videoda qilib ko'rganman. Muxtorbek Ravshanov deb qidiradigan bo'lsangiz YouTube kanalim chiqadi. Albatta bu videoni ko'rishni tavsiya qilaman. Keyin ish nima bo'ladi? Keyin ommalashtirish.uz platformasiga ro'yxatdan o'tib metodik ishni yuklashingiz kerak. Metodik ishni yuklashda metodik ish maktabda ommalashtirildi degan pedagogik kengash qarorini yuklashingiz kerak, PDF variantini. Xo'p, keyin obyektivkangizni yuklashingiz kerak. Diplomingizni yuklashingiz kerak. Qaysi fandan metodik ish yozgan bo'lsangiz, o'sha fandan diplomingizni yuklashingiz kerak bo'ladi. Va keyin metodik ishni elektron PDF nusxasini yuklashingiz kerak. Word yoki boshqa variantlarda yuklamang. Yoki taqdimot ko'rinishida, PowerPoint ko'rinishida metodik ish yuklamang. Bular rad etiladi. Siz PDF qilib yuklashingiz kerak. Va keyinchalik 1-martdan 20-martgacha platforma ochiladi. O'sha vaqtning o'zida metodik ishni yuklashingiz kerak bo'ladi. Endi metodik tavsiya qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Bu haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Demak, metodik ish birinchi sahifa sarlov bu yerda birinchi yuzi bo'ladi metodik ishning. Bu yerda mana shu ma'lumotlar yozilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi deb yozib boshlasangiz ham bo'ladi. Bu qisqacha ko'ringani. Bu yerda qo'shimchalar qo'shib yozishingiz mumkin. Info, ism, familiya va otasining ismi to'liq yozilishi kerak bu yerda. Demak, va qaysi fandan dars o'tishingiz bu yerda maktab raqami yozilishi kerak. Keyin albatta shahar nomi va yil kiritilishi kerak. Misol uchun Qarshi shahri Qarshi kiritishingiz yoki Qashqadaryo yoki Ko'kdala 2025 deb o'z shahringizni, viloyatingizni bu yerga kiritib ketishingiz kerak. Va annotatsiya qismi 4 ta gapdan iborat bo'lishi kerak. Bu metodik ishingiz nima haqidaligini qisqacha ochib berish kerak, metodik ishingiz haqida ma'lumotni. Bu yerda kalit so'zlar 8-10 ta kalit so'zlar kiritib ketishni tavsiya qilaman. Va tahrirchilar qismini bu yerda
Bu yerda ham tahrirchilarni umumiy to'liq yozishingiz kerak. Ism familiyasi va otasining ismi, qaysi tuman, qaysi viloyatdan, tumandan va qaysi maktabda, qaysi fan o'qituvchisi yoki qaysi lavozimda ishlaydi, bu haqida ham to'liq yozib ketishingiz kerak. Agarda tahriz yozilgan bo'lsa, u tahriz imzolab oxirgi sahifada rasm ko'rinishda mana bu yerga oxirgi sahifasiga yuklab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni tahriz yozilgan bo'lsa agar haqiqatan. Bu yerda tahrizchilar shunchaki kiritib ketilgan, tahriz yo'q. Demak, muallifni ham xuddi shunday to'liq ma'lumotlari bilan yozilishi kerak va muharrir ona tili adabiyot o'qituvchisi yoki informatika fani o'qituvchisini yozishingiz mumkin bo'ladi. Agar ingliz tilida dars beradigan bo'lsangiz, ingliz tili o'qituvchisini ham yozishingiz mumkin bo'ladi muharrirga. Demak, muntarija qismi, bu yerda muntarija qismi berilgan. Muntarijani ham xuddi shunday ko'rinishda yozishingiz kerak va har bir sahifa chiroyli tartibda yozilgan bo'lishi kerak. Bu shablonni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Metodigish kirib, metodigish deb yozsangiz yoki mana shu videoning tagida havola qoldiraman. O'sha havolani bosib o'tib tanishib chiqishingiz mumkin. Muntarija xuddi shunday yoziladi, har bir metod va u metod qaysi sahifada yozilgan, bu sahifalar kiritib ketiladi. Yoki avvalgi videolarimda men mana bu table orqali, table containers orqali muntarija yaratishni ko'rsatganman. U ko'rinishda ham yaratishingiz mumkin. Demak, keyin kirish qismida epograf yozib ketishingiz mumkin bu yerda. Bu majburiy emas, lekin yozib ketishingiz sizga pluslik beradi. Kirish qismida umumiy metodik tavsiya, yo'nalish, ahamiyat haqida umumiy tushunchalar, ma'lumotlar kiritib ketasiz. Va asosiy qismida, bu yerda asosiy qismda ma'lumotlar kiritasiz metodik ish haqida. Xo'p, keyin qandaydir metod bu yerga yozishingiz kerak va metodning maqsadi, uning qo'llanilishi, misollar keltirib, tushuntirib bu yerga sahifani to'ldirasiz va keyin bu metod yozib bo'lganingizdan so'ng yana sizda turli xil metodlar bo'ladigan bo'lsa, nechta har birini xuddi shu tartibda yozib ketasiz. Metodik ishlarni yozishda albatta metodning qo'llanilishi, uning maqsadi, shu savollarga javob berilishi kerak. Ya'ni misollar keltirishingiz, buni qanday qo'llaniladi, haqiqatdan darsga foydali tomonlari bormi, bular haqida albatta ochib berishingiz kerak. Qanchalik o'zingiz yaratgan metodingizni foydali ekanligini ochib bersangiz, shunchalik yuqori ball olasiz. Demak, xulosa qismida bu tavsiyada nima keltirilgan bo'lsangiz, hamma fikringizni umumlashtirib xulosa qilib yozasiz. O'rtacha bir sahifadan oshmasligi kerak. Xulosa va kirish qismi bir sahifadan oshmaslikni tavsiya qilaman. Ya'ni bir sahifadan oshmasligini tavsiya qilaman. Demak, foydalangan adabiyot qismida umumiy mana bu ma'lumotlar hammasi bo'lishi kerak. Muallif, familiya ismi, asar nomi va foydalangan adabiyotlar qismi 6 tadan oshmasligi kerak. Bu yerda elektron resurslarni ham kiritib ketishingiz mumkin. Internetdan olingan manbalar deb kiritib ketishingiz mumkin. Va ilovalar qismi umumiy sizning yaratgan metodingizda biror bir ko'rsatmali materiallar ishtirok etgan bo'lsa, bularda keyinchalik boshqa o'qituvchi foydalanishi uchun ilovalar qismida materiallarni ham bu yerda ilovalar qismida yuklab ketishingiz mumkin. Rasm bo'ladi yoki boshqa bir grafikami, xullas shunga o'xshash materiallar bo'ladigan bo'lsa, ilovalar qismida yuklab ketishingiz mumkin. Demak, bizni umumiy metodik shablonimiz shulardan iborat. Agar shablondan foydalanmoqchi bo'lsangiz, sizga videoning tagida havola qoldiraman. Havola orqali bu metodik shablonni yuklab olishingiz mumkin. Va biz 1-martdan 20-martgacha metodik ishingizni platformaga yuklaganingizdan so'ng u 20-martdan 15-maygacha tekshiriladi va sizni agarda internetdan manbalardan ko'chirilgan bo'lsangiz, plagiat tekshiruvidan chiqmaydigan bo'lsa, plagiat tekshiruvidan nofaollashtiriladi. Plagiat tekshiruvi deyilganda mana bu plagiat haqida, nimaligi haqida ham video qilganman. O'tib ko'rishingiz mumkin. Plagiat nima va u qay tartibda ishlaydi, hammasini video qilganman. Va keyin yana agarda sun'iy intellektdan ko'chiradigan bo'lsangiz ham rad etiladi. Va yana rad etilish sabablari bir nechta bor. Ilova hujjatlari to'liq bo'lmasligi yoki sizni
ma'lumotlaringizda xato bo'lishi mumkin. Shular yoki sizni yuborgan metodik ishingiz PDF bo'lmasligi mumkin. Word nusxada yoki PowerPoint ko'rinishida yoki umuman metodik tavsiya shabloniga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa ham sizning metodik ishingiz rad etiladi. Va 50 balldan 49 ballgacha ball qo'yiladigan bo'lsa, 49 ballgacha bu sizning metodik ishingiz maktab miqyosida ommalashtirilgan deb topiladi. Yana bir narsa, agarda sizning metodik ishingiz metodik tavsiya talablariga javob bersa-yu, sizning ilova hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lmasa, ya'ni pedagog kengash qarorida kamchiliklar bo'lmasa, siz internetdan ko'chirgan bo'lsangiz ham pedagog kengashning qarori asosida maktabda ommalashgan deb topiladi. Agarda maktabda ommalashgan bu metodik ish deb topiladi. Agar pedagog kengashning qarorida kamchiliklar bo'lmaydigan bo'lsa albatta. Xo'p, keyinchalik 50 balldan 65 ballgacha tuman miqyosida ommalashgan bo'ladi. 66 balldan 80 ball olgan ishlar esa maktab viloyat miqyosida ommalashgan hisoblanadi. 80 balldan yuqori olgan ishlar respublika miqyosida ommalashgan hisoblanadi. Demak, 60 Xo'p, demak keyinchalik respublikada ommalashtirish uchun alohida taqdimot qilib beriladi. Bu taqdimotda 20 ballik mezon bo'yicha baholanadi. 20 ballik mezon bo'yicha. Demak, videomiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.